Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi muhim o'rni bilan azaldan muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Prezidentimizning 334-sonli qarori chorvachilikda innovatsion yondashuvlar orqali imkoniyatlarni kengaytirish, ilmiy asoslangan amaliyotni ishlab chiqarishga tatbiq etish orqali muammolarni samarali yechimiga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Suvchilar maktabi tomonidan qaramolchilikda boshqaruv va to'g'ri oziqlantirish orqali mahsuldorlikni oshirish loyihasi yo'lga qo'yildi hamda uning amalga oshirilishiga sohaning malakali ekspertlari jalb etildi. Dastlab xo'jalikdagi mavjud barcha oziqa turlari va uning bazasi, hayvonlarni oziqlantirish tipi va asar sharoitlari o'rganildi. So'ng xo'jalikdagi mavjud qoramollardan 6 bosh tanlab olindi va ular 2 guruhga ajratildi va birinchi guruh xo'jalikda oldindan oziqlantirib kelinayotgan ratsion asosida birinchi guruh 3 bosh qoramol o'sha bilan 1 oy boqildi. Ikkinchi guruh qoramollari esa Suvchilar maktabi ekspertlari tomonidan energiya va protein almashinuviga asoslangan takomillashtirilgan ratsion asosida 1 oy oziqlantirildi. Yangi oziqlantirish ratsionida xo'jalikdagi mavjud ozuqalar mana shunday aralashma holatiga keltirildi va nazorat guruhdagi qoramollarga 1 oy davomida berib oziqlantirildi. Natijalar 1 oydan so'ng hayvonlarning tirik vaznini o'lchash orqali aniqlandi. Hozir bizlar ratsion asosida boqilgan qoramollarni tirik vaznini o'lchash jarayonidamiz va ushbu 8699 birka no'mirdagi qoramolimiz bundan 1 oy oldin 315 kilogramm tirik vaznni quragan bo'lsa, hozirda ushbu qoramolning tirik vazni 380 kilogramm tashkil qilyapti. Demak, 1 oy davomida 65 kilogramm tirik vazn olishiga erishilgan. Ushbu mol 1 oy oldin tirik vazni 363 kilogramm, hozirgi kunda tirik vazni 435 kilogrammni tashkil qilgan. 86-89 birka no'mirdagi qoramolimiz 1 oy oldin 311 kilogramm tirik vazn tashkil etgan bo'lsa, hozir 361 kilogramm tirik vaznni tashkil etyapti va 50 kilogramm tirik vazn o'sish bor degan. Ushbu xo'jalikning oldindan qo'llanib kelinayotgan an'anaviy ratsion asosida oziqlantirilgan 86-94 raqamli qoramolimiz bundan 1 oy oldin 338 kilogrammni tashkil qilgan bo'lsa, hozir ushbu qoramolimiz 374 kilogramm tirik vaznga ega bo'lganini ko'rishimiz mumkin va bu 1 oy davomida 36 kilogramm tirik vazn yig'gan. Ushbu qoramolimiz xo'jalikning an'anaviy ratsion asosida 30 kun boqildi va bundan 1 oy oldin tirik vaznini mana shunda o'lchagan paytimizda 288 kilogramm tashkil etgan bo'lsa, hozirda ko'rishimiz mumkin ushbu qoramolimiz 335 kilogramm tirik vaznga ega bo'ldi va 1 oy davomida 47 kilogramm tirik vazn yig'gan. Ushbu qoramol bundan 1 oy oldin tirik vazn o'lchanganda 278 kilogramm tirik vaznga ega bo'lgan bo'lsa, bugun 300 kilogramm tirik vaznni tashkil etdi va 1 oy davomida 22 kilogramm tirik vazn olganligini guvohi bo'ldik. Nazorat guruhidagi qoramollar xo'jalikda oldindan qo'llab kelinayotgan ratsion asosida 1 oy oziqlantirildi va ushbu ratsion har bir qoramol bosh soniga 33.777 so'mdan tushayotgan edi. Yangi energiya va protein almashinuviga asoslangan oziqlantirish ratsionida bir bosh qoramol uchun 26.333 so'm sarflandi. O'zimizning fermamizda bağlayotgan 3 buğa malımız gündelik rejim nazaratımız aslında gününe 1 kilo 100 teri salmak aldı. Tecrübe toparında 3 bas qoramal bolsa, жаңа ration dikarında bağlaganda günlük 2 kilogram teri salmak alganını gördük. Yangi 26.300 so'mlik ratsion asosida boqilgan qoramollar kuniga 2 kilogram tirik vazn qo'shdi. Ya'ni har 1 kilogram tirik vazn 13.150 so'mni tashkil qildi. Ushbu Ko'raganov Alpomiz fermer xo'jaligida olingan natijalar tahlil shuni ko'rsatdiki, xo'jalikdagi mavjud ozuqalarning energiya va protein nisbatidagi ratsion asosida oziqlantirish kunlik ozuqa yem xarajatlarining kamayishiga va qoramollarning genetik imkoniyatlaridan to'liq foydalangan holda go'sht mahsuldorligining oshishiga imkon yaratdi.